Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugungi beradigan informatsiyalar xushda har kimni porlatib olgan savollardan kelib chiqib aytaman. Mana kollagen mumkinmi yoki omega mumkinmi degan ikkita savolga javob berib o'taman. Ikkalovi ham gormonal fon uchun xizmat qilmaydi. Omega bu asosan qon suyultirish, o'sha vaspolitelni, endometrioz, kista, miomadan bemalol ishsangiz bo'ladi. Bo'g'im og'rig'ida ham bemalol ishsangiz bo'ladi. Qon suyultiruvchiga qo'shimcha qilib ishsangiz bo'ladi. Ko'pchilik qoni quyuq o'shanga. Jigar gepatozida ham ishsa bo'ladi bu narsani. Ya'ni yog'li gepatozda ham. Kollagen ham asosan nima qiladi? O'sha yosh o'tgandan keyin bizda kollagen kamayadi, yuzlarimiz chiroyligi, hammasi bu kollagen bilan bog'liq bo'ladi. O'shaning uchun kollagen hech qanaqa gormonalli almashinuvda ishtirok etmaydi. U asosan suyak bo'g'im sistemasi, terini anaqaligi, ya'ni tarangligini yoki soch to'kilishi, mana shu narsalarda ko'proq kerak bo'ladigan ikkita yaxshi mahsulot hisoblanadi. Uni siz masalan ichishingiz mumkin. Mana men o'zim ichayotgan tavsiya qilaman. Mana nomer 1 deymanda bu narsani. Chunki shuni ichganda ko'p yaxshi o'zgarishlar bo'lgani uchun buni masalan bitta tabletkadan, ya'ni dumaloq, yaltiroq bo'ladi. 2 mahal ichasiz. Yog'li ovqatlar bilan birga. 2 oy davomida, 2 oydan keyin yana 4 oy period qilib yana ichishingiz mumkin bemalol. Yilda 3 marta ichishingiz mumkin, lekin 2 oy ichish kerak. Bittadan 2 mahal, 2 oy davomida. Va qo'shimcha yana birga ichishingiz mumkin. Buni facial collagen, mana o'zi men ichib tugatibman, mana bitta dona qolibdi o'zi. Tushundingizmi? Facial collagen. Buni ham bir kapsuladan 2 mahal ichishingiz mumkin. Bu kollagen bu narsa. Chunki menda effekti, soch to'kilishlarim anchagina kamaygani uchun shu to'g'risida men ma'lumot beryapman. O'shaning uchun dastavka agar kerak bo'lsa, dastavka nomer qoldiraman. O'sha orqali siz bog'lanishlaringiz mumkin.